Yurtimizda so'nggi yillarda turizm yo'nalishida, ayniqsa haj umra ziyoratini amalga oshiruvchi vatandoshlarimiz soni ko'payib borishi munosabati bilan xizmat ko'rsatish sohasi jadal rivojlanib bormoqda. Buni yaqqol isboti bo'lib, haj va umra ziyoratlarini amalga oshirishda xizmat ko'rsatuvchi davlat ro'yxatidan o'tgan va maxsus litsenziyaga ega bo'lgan Yuksak Travel sayyohlik agentligi o'z faoliyatini yanada kengaytirganida ko'rishimiz mumkin. Umra ziyorati jo'natish bo'yicha Rishton filialini ochdik. 14 kunlik safarda malakali ellikboshlarimiz birgalikda bo'ladi. Safar chog'ida Madina Munavvaraning ziyoratlar, Xurmo bog'i, Qur'on bosimxonasi, Qubo masjidi, Makka munavvaralarida Arafat tog'i, Hiro g'ori, Safar g'ori, Qizil dengiz, Sulaymon G'oziyev masjidlarining ziyorati, mehmonxonalarimiz Madina Munavvarada oralari hammasi ham masofalar yaqin. Kamzir, nimcha, so'mka beriladi. Keyin ehrom beriladi. Bechada zamzam suv qaytishda beriladi. Endilikda Yuksak Travel agentligining Farg'ona viloyati Rishton tumanida yangi bo'limi o'z faoliyatini boshladi. Mazkur bo'lim aholiga haj va umra safarlariga borish uchun qulay xizmatlar, malakali mutaxassislar maslahatlari hamda barcha zarur tashkiliy yordamlarni ko'rsatadi. Biz ham nasibimiz qo'shsin, mana biz ham oxtarib endi munsa surishtiramiz turdik, mana yaxshi yaqinda mana hamma sharoitlar bor, mana bemalol dam o'tirishimiz yoki bir falonchi kelsin kutishimiz, zallar hammasi yaxshi. Bu kompaniyani yaxshiligi shu yerda ellikboshlar ham juda olim ulamolardan bo'lyapti ko'pi. Haj safarlariga, umra safarlariga, katta hajlarga ham Xudo nasib qilsa hammasini ham. Yuksak Travel agentligi ziyoratchilar uchun xavfsiz, ishonchli va qulay sharoitlarni ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Endi rishtonliklar hamda qo'shni tumanlarda istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz ham uzoqqa bormay, sifatli xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldilar.